hammamiz bilgan laboratoriya foydalanadigan kip apparati bo'lib, bu asosan 3 qismdan tashkil topgan. Yuqori qismi, o'rta qismi hamda pastki qismidan tashkil topgan. Yuqori qismi, ya'ni suyuqlik yoki kislotalar qo'yib olish mumkin. O'rta moddasi qattiq moddalar, nima olmoqchi bo'lsak, o'sha moddani solamiz. Asosan qattiq moddalar. Bu 3-qism, eng pastki qismi esa shu qattiq moddalar suyuqlik moddasida eritma hosil bo'lib tushgan suyuq moddalar eritmasi mana shu yerga kelib to'planadi. Xo'p, endi biz bu kip apparati orqali asosan karbon kislota sulfitlar olishimiz, gaz moddalar olishimiz mumkin. Biz hozir asetilenni olinishi, ya'ni uni tarkibi bo'lgan kalsiy karbiddan asetilen olinishini sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Unda kip apparatidan foydalanamiz. Mana bu kip apparatining eng pastki qismini avvalo pastki mana bunday joy, ochiq joy bor. Uni maxsus pechkasi bilan yaxshilab berkitib olamiz. Sababi nima uchun? Boya aytib o'tdik, bu yerdan tushgan eritma, ya'ni suv moddalar aralashgan holatda gaz modda bo'lib chiqayotgan uchun chiqib ketmasligi uchun biz bu yerni yaxshilab berkitib olishimiz kerak bo'ladi. Mana shu yerga diqqat bilan e'tibor beramiz. Berkitib oldik. Endi esa hop, bu yerda maxsus, ya'ni o'rta qismiga boya aytib o'tdik, qattiq moddalar solamiz deb. Biz kalsiy karbidni solamiz. Yerdan asetilen chiqadimi, chiqmaydimi, to'yinganmi, to'yinmaganmi bilishimiz uchun biz asosan bu yerda mana bu diafragma idishidan foydalanamiz. Buni ko'rib turibsizlar, bu idishimiz o'rta qismi, ikki qism, ya'ni ikki shisha, ikki devorni tashkil topgan bo'lib, o'rtada to'siq qismi devorni tashkil topgan. Bu pastki qismida esa ochiq joy bor. Mana shu orqali bu yoqdan chiqayotgan gazlarimiz ikki tomonga yoyiladi. Hozir buni sizlar bilan ko'ramiz. Xo'p, endi gaz chiqayotganda nayni yaxshilab o'rnatib oldik. Mana bu grantlar bunisidan berkitib olib, endi mana bu naycha yaxshilab mana buni berkitishimiz kerak. Va bunga mana bu naycha, grant naychasini ham yaxshilab berkitib olib, bu joyini yopamiz. Bu yer ham yaxshilab bekitilishi kerak, sababi biz hozir gaz moddalar olinishini aytyapmiz, gazlar chiqib ketmasligi uchun. Hop, endi biz bunda asetilen olishimizda kalsiy karbidga suv qo'shib turib asetilen olardik. Endi bu yuqori qismiga yuqorida aytib o'tdik, suyuq moddalar qo'shiladi. Demak, biz bu yerga suv quyamiz. Mana ko'rdik, pastki qismiga uje suv ham tushdi. Mana gaz moddalar ajralishni boshladi. Kalsiy karbid bilan, ya'ni reysga kirishni boshladi. Buni biz biroz berkitib turamiz. Mana ko'ryapmiz, endi bu yoqda gaz ajralib chiqyapti. Bu yerdan esa grantimizni ochamiz. Yana bitta. Mana natijada asetilen gazimiz hosil bo'ldi, ko'rishingiz mumkin.